Demak, assalomu alaykum o'quvchilar hamda ustozlar. Hozir biz 11 sinf tabiiy ixtisoslashtirilgan maktablar 11 sinf tabiiy 4 chorak 7 BSD demo variantini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, endi birinchi misol. Xo'sh, namunaviy topshiriq. Idishda bitta shar bor. Endi buni ishlasak ekan, mana bu ishni olaylik. Birinchisi, idishda bitta shar bor. 15 ta shart bor. Ular 1, 2, 14 va hokazo 15gacha yozilgan. Tasodifiy ravishda idishdan bitta shar olindi. Unda yozilgan sonning 3 ga bo'linish ehtimolligini toping. Demak, bizga ehtimollikning topishni umumiy formulasi biron bir mana shuni A hodisa deydigan bo'lsak, n taqsim n formula. Demak, bizda n'imiz jami holatlar soni. Ya'ni 1dan 15gacha holatda 15 ta raqam bor. Ya'ni 15 ta raqamlangan shar bor. Jami. Shundan 3 ga karralilari nechtaligi bu n. Demak, nechtasi 3 karrali bo'ladi? 3, 6, 9, 12 va 15 lar 3 ga karrali. Bular soni 5 ta ekan. Demak, 5 ni suratga yozamiz. Buni qisqartirib qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim 3. Yana 1 taqsim 3 degan javob to'g'ri ekan. Xo'sh, endi ikkinchi misol. Ikkinchi misol deylik mana buni. Ikkinchi misol. Tanga mana 3 marta tashlanganda raqam tomoni aynan 1 marta tushish hodisasining ehtimolligini toping deb aytilmoqda bizga. Endi tangani ikkita tomoni bor. Tangani 3 marta tashlanganda tanga. Demak, jami to'plamlari nechta bo'ladi? 8 ta bo'ladi. Demak, mana 8 ta holatlar nechtasida bitta raqam tushishini topishimiz yetarli. Endi hozir bizda mahraj bor. P barobar o'sha B hodisa deydigan bo'lsak, bu ehtimollik. Demak, 8 tadan nechtasida bitta raqam uchraydi. Endi mana bu yerga yozib chiqamiz holatlarni. Birinchi tashlaganda raqam bo'lsin va yana raqam tushgan bo'lsin. Birinchi holatda, ikkinchi holatda raqam girb tomon tushgan bo'lsa, uchinchi holatda raqam girb raqam tushgan bo'lsa, endi to'rtinchi holatda xo'sh, raqam girb tushgan bo'lsa, beshinchi holat girb tushgan bo'lsin. Keyingisi girb raqam xo'sh, demak, beshinchi holatda raqam girb tushgan bo'lsin va girb raqam tushgan bo'lsin. Yana qanaqa holat qoldi? Girb raqam qoldi. Girb raqam holat qoldi. Endi bularni ichida nechtasi aynan bitta raqamligini sanab chiqsak, mana bunda bitta raqam bor. Keyin mana bunda bitta raqam bor va mana bunda bitta raqam bor. Demak, ikkita holatda bir marta raqam tushadigan holat bor ekan. Demak, 3/8. Demak, mana 3/8 degan javob ham to'g'ri ekan.
Yaxshi, endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisiga. Mana uchinchi misol. To'rtta misol bor ekan. Uchuv bir deymiz buni. Demak, aa, 40 ta o'quvchidan 34 nafari banan yaxshi ko'radigan. Demak, bizga 22 nafari olmani yoqtiradi, 2 nafari ikkala mevani ham yoqtirmaydi. Ixtiyoriy tanlangan o'quvchining ikkala mevani yoqtirishining ehtimolini toping. Endi bunga mos rasm chizadigan bo'lsak, mos rasm, ya'ni aytaylik, universal to'plamni. Universal to'plam chiza oladigan bo'lsak, mana bu yerda to'plamimiz bor. Universal to'plami. Universal to'plamda keyin ikkita to'plam bor bular ichida. Mana bu to'plamimiz bor. Va mana bu to'plamimiz ham bor. Ikkita to'plam bor. Endi aytaylik, bu universal to'plam va ikkala mana bu bananni yoqtiradigan to'plam ekan, bunisi olmani yoqtiradigan to'plam ekan. Demak, aytamiz, mana buni A deymiz, buni B deymiz, bunisini S deymiz va ikkalasini yoqtirmaydiganlar ikkita ekan. Bu yoqda ikkita. Demak, bu masalani ishlaydigan bo'lsak, umumiy holatda barcha o'zi elementlar soni bu yerda A plus B plus C plus 2 40 ta o'quvchi bor. Demak, o'shanda A plus B plus C 38 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi bizga aytilmoqda, 40 nafar o'quvchidan 34 nafari banan yoqtiradi. Demak, bizga banan yoqtiradiganlarning jami A plus B. A plus B 34ligi berilgan. Va olmani yoqtiradiganlari B plus C. Rasmga qaraydigan bo'lsak, turibdi mana. 22 nafar olmani yoqtirar ekan. Xo'sh, qo'shib yuborsak, demak, A plus B plus C va Bdan yana bitta bor. Qo'shsak bu 56 ni beradi. Demak, mana bu yig'indi bizda bor. Bu 38 ga teng. 38 plus B barobar 56. B barobar ayirsak 18 bo'ladi. Demak, mana bu to'plamlarimizni yozib chiqadigan bo'lsak, mana bu A'miz, e, endi A'ni ham yozib chiqaylikda. B 18 bo'ladigan bo'lsa, mana bu. B 18 bo'ladigan bo'lsa, A'miz nima bo'ladi? Yig'indi 34 bo'lish uchun A 16 bo'ladi. Endi mana bu B 18 bo'ladigan bo'lsa, S'miz yig'indi 22 bo'lish uchun 4 bo'ladi. Demak, mana bu joyda demak 16tasi faqat bananni yoqtirar ekan, 4tasi faqat olmani yoqtiradi. Va ikkitasi olmani ham, bananni ham yoqtirmaydi. Endi savollarga o'tamiz. Savollarga. Mhm. Demak, A savol bo'yicha ikkala mevani yoqtirishining ehtimolligini toping. Demak, bu degani ikkala mevani ham yoqtirish kerak. Ikkala mevani yoqtiradiganlar mana bu Bni ham, Oni ham mana bu kesib turgan joyini toping. Demak, jami bizda o'zi 40 ta 40 ta bor o'quvchi. 40 ta o'quvchidan 18tasi nimani yoqtiradi? Ikkala mevani yoqtiradi. Ya'ni mana bu. Mana shu bizda
P abini beradi. B kesishma olmani ekranda yoqtiradiganlar. Buni qisqartirib qo'yadigan bo'lsak, 9/20 degan javob chiqadi. Demak, mana bu javob to'g'ri berilgan. Keyingi misol. Eng ko'pi bilan bitta mevani yoqtirishi ehtimolligini toping. Bs. Eng ko'pi bilan bitta mevani yoqtirsin deyapti. Xo'sh, bu eng ko'pi bilan bitta meva. Endi bizda faqat hozir bu yerda berilgan ma'lumotlar endi oladigan bo'lsak, faqat olma bor va banan bor. O'sha haqida gap ketyapti. Demak bizda, demak bizda bitta mevani yoqtirish holatlari qayerlarda bor? Mana bu joylarda, misol uchun, mana bu holatda, mana bu holatda bitta mevani yoqtirishi, hmm, mana bu nechtasi? 16tasi faqat banan yoqtiradi, 4tasi faqat olmani yoqtiradi, ikkala mevada. Demak, jamini qo'shadigan bo'lsak, bu hodisani biron bir S hodisa deydigan bo'lsak, 16 plus 4, 16 plus 4, demak 40ta o'quvchidan faqat bitta yoqtiradiganlar va 20/40 bo'lar ekan. Qisqarib ketsa bu 1/2 ekan. 1/2 ekan. Endi ikkinchisida javob 11/20 berilgan nimagadir. 11/20 bular mana bu yoqtirmaydigan ikkitani ham qo'shib yuborish unaqa chiqadi, lekin mana uni qo'shib yuborsa. Lekin faqat bittani yoqtirishi deyapti. Bu ikkalasini ham yoqtirmaydi. O'shaning uchun buni qo'shish noto'g'ri. Demak, mana bu javob bizda 1/2 chiqishi kerak aslida. Keyin uchinchi holat. Uchinchi holat. S. Olmani yoqtirish sharti bilan bananni yoqtirishi deyapti. Endi dastavval olmani yoqtirishi shart deyapti mana. Bu degani nima degani? Mana olmani yoqtirsin, keyin bananga navbat deyapti. Endi olmani yoqtirishlarni holati bizda nechiga teng? Olmani yoqtirish holati. Olmani yoqtirish sharti bilan bananni yoqtirishi. Mhm. Bananni yoqtirishi. Bu qanaqa bo'ladi ekan? Bu holat bizda olmani yoqtirish sharti bilan banan yoqtirishi sharti bilan banan yoqtirishi. Taqsim bunisi chiqqan. Xo'sh. Olmani yoqtirish sharti bilan bananni yoqtirish degan gap ketyapti. Farqli ehtimollik bu yerda kelyapti. 9/11 degan javob to'g'ri kelyapti. Demak, olmani yoqtirish sharti bilan bananni yoqtirishi. Demak, bananni yoqtirishi, olmani yoqtirish sharti bilan bananni yoqtirishi. Nima degani bu? Demak, shu holatda biz oladigan bo'lsak, olmani yoqtirish shart ekan va bu yerda bananni yoqtiradiganlar o'zi e, jami nechta bor? Umumiy holatda
38 ta holat. Hmm, Olmani yoqtirish 22 ta holat ekan. Demak, 22 tasi olmani yoqtiradi. Olmani yoqtiradiganlar ichida nechtasi bananni yoqtiradi? Ko'rinib turibdiki, mana bu joyda olmani yoqtiradiganlar mana bu aylanda ko'rinib turibdiki, 22 ta. Buni ichida banan yoqtiradiganlar 18 ta. Demak, buni qisqartirib qo'yadigan bo'lsak, 9 taqsim 11 degan javob chiqadi. Demak, bu ham javobi mana to'g'ri kelmoqda. Desini ishlaymiz endi. Desini. Endi bananni yoqtirish sharti bilan olmani yoqtirmasligining ehtimoli deyapti. Bananni yoqtirish sharti bilan olmani yoqtirmasligining ehtimoli. Mhm. Buni fikrlab ko'ramiz. Demak, qandaydir bananni yoqtirish kerak ekan. Bananni yoqtirish kerak ekan. Bu degani bananni yoqtirish shart. Olmani qandaydir yoqtirmasligi kerak ekan. Demak, nechtasi o'zi bananni yoqtiradi? Aa, Bananni yoqtiradiganlar mana shu doirada berilgan, mana shu doirada berilgan. Va bular nechta? 16 plus 18. 34tasi bananni yoqtiradi. Xo'sh, nechtasi olmani yoqtirmaydi? Shuni bilishimiz kerak hozir. Nechtasi olmani yoqtirmaydi? Demak, jami mana shu joydan oladigan bo'lsak, e, 34tadan 16tasi bizda olmani yoqtirmaydi. Qisqartirib qo'yadigan bo'lsak, 8 taqsim 17. Demak, mana bu ham to'g'ri ekan. Biz hozir bitta hozir mana bu ikkinchi misol xato bo'lyapti. Javobi bu yerda ishlangan bo'yicha endi. Xo'sh, yaxshi. Keyingi beshinchi misolni, nechinchisi? To'rtinchi misol ishlaymiz. Bu uch ekan. To'rtinchi masala. Yaxshi. Demak, fermada 6 ta erkak bor. Fermada 6 ta erkak bor. 6 ta erkak va 2 ta ayol bor ekan. Ishlar ekan. Ishlaydi. Xo'sh, nimani topishimiz kerak? Tavakkaliga 3 ta kishi ajratildi. Ajratib olingan ishchilarning barchasi erkaklar bo'lish ehtimolini toping. Demak, shuni holatni biron bir A hodisa deydigan bo'lsak, endi hammasida jami demak bizda 8 ta o'zi xodim bor. Mana shundan nechtasi? 6tasi erkak. Birinchi holatda 8tadan 6ta ixtiyoriy bitta chiqadi. Bittasi ketgandan keyin 7 ta kishi qoldi. Ya'ni 7tadan 5tasi erkak tanlash imkoniyati bor. Undan keyin 6ta kishi qoldi va 4tasida erkak chiqish ehtimoli bor. Uchala holatda ham demak bizga erkak chiqadigan ehtimollik mana shu. 6lar qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 8 4ga bo'ladigan bo'lsak 2, demak buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak 5 taqsim 14 ekan. Demak, bu javob bizda to'g'ri berilgan. Endi 5-misolga o'tamiz. 5-misol. 5-misol. Demak, 5-misolda 5-misolda 5-misol nima deydi bu? 4ta mergan bor ekan. Mana shunda ishlab qolaylik. Mana joy bor ekan. Mana shu yerga sig'adi bu.
Beshinchi misol. Demak, to'rtta mergan bor. Bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda bir martadan o'q uzishmoqda, bir martadan. Har birining nishonga tegish ehtimolligi 0,25 kerak. Nishonga bitta o'qning nishonga tegishi va ikkita o'qning nishonga tegishi hodisalarining ehtimolliklarini toping. Xo'sh, yaxshi. Endi bu nima bo'ladi bizda? Mhm. Nima bo'ladi? Xo'sh. Demak, P1 nishonga tegish ehtimolligi 0,25. Kasr qo'nishda 1 taqsim 4. P2 ham 1 taqsim 4. P3 ham 1 taqsim 4 va P4 ham 1 taqsim 4. Endi bularni nishonga tegmaslik ehtimolliklari birdan ayirib chiqamiz. 1 minus 1 taqsim 4. 3 taqsim 4. Demak, buniki ham 3 taqsim 4. Buniki ham 3 taqsim 4. Va buniki ham 3 taqsim 4. Demak, bular nishonga tegmaslik ehtimolliklari. Demak, birinchi hodisa A hodisasini topadigan bo'lsak, ya'ni A'sini ishlasak, bitta o'q nishonga tegsin deyapti. Bitta o'qning nishonga tegishi 1 taqsim 4. Qolgan 3 ta holatda nishonga tegmasin deyapti. Demak, mana bu 3 ta holatda nishonga tegmasliklarini yozamiz mana uchalasini. 3 taqsim 4, 3 taqsim 4 va 3 taqsim 4. Xo'sh, ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 27 taqsim 256 bo'lib ketadimi? Har birining nishonga tegish ehtimoli 0,25 ga teng. Nishonga bitta o'qning tegish hodisasini top. Ha, Endi endi buni kengroq fikrlash kerak. Kengroq fikrlab ko'radigan bo'lsak, mana endi bu holatlar noma'lumda. Misol uchun mana bu holatda e, bajarilib bular bajarilishi mumkin. Yoki plyus bo'lishi mumkin. Bir taqsim bunisi bajarilmasdan mana bunisi tegib qolganlari tegmasligi mumkin. Bu holatlarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Plyus 3 taqsim 4, 3 taqsim 4, 1 taqsim 4, taqsim 4 plyus 3 taqsim 4, 3 taqsim 4, 3 taqsim 4, 1 taqsim 4. Xullas bularni biz qo'yib chiqadigan bo'lsak, mana bu birinchi holatdan e, hammasi bir xil bo'lgani uchun 4 ta holat bo'ladi. Qo'shib chiqadigan bo'lsak, umuman holatda 1 taqsim 4, 3 taqsim 4larni ko'paytirsak 27 taqsim 64. Shu holatdan 4 ta bor. Chiqarib ketadigan bo'lsa, bu 27 taqsim 64 chiqadi. Demak, mana bu birinchisida to'g'ri javob berilgan. Endi keyingisini fikrlab ko'ramiz. Ikkita o'qning nishonga tegish ehtimolligini ko'rib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Ikkita o'qni nishonga tegish ehtimolligi. Endi bunisi qanaqa bo'ladi? Hozir buni ham o'ylab ko'ramiz. Endi B-ni ishlaydigan bo'lsak, B hodisa deymiz buni. B hodisaning ehtimolligi. Endi mana bu birinchi va ikkinchisi nishonga tekisdim. Va 3 bilan 4 nishonga tekkiza olmasin. Bu bitta holat. Endi shu holatlardan nechta bor ekan? Nechta bor ekan? O'sha ham bizlarga juda ham qiziq. Plyus yozib chiqaylik mana. Bu bilan birinchisi bilan misol uchun
Uchinchisi tekizdagi ikkinchi nishonchi bilan to'rtinchisi tekizolma. Plus hamma holatni yozib chiqishimiz kerak ekan. Demak, birinchisi tekizdi, ikkinchi o'qchi tekizolmadi, uchinchisi ham tekizolmadi va to'rtinchisi endi tekizdi. Chunki ikkitasi tekizishi shartda. Mhm. Bu holatlarda nechta bor ekan? Hmm, Endi yana holat bormi? Endi birinchisi tekizolmasin. Birinchisi 3/4 bilan tekizolmadi. Hmm? Ikkinchisi tekizdi. 3 tekizolmadi. To'rtinchisi tekizdi. Bu holat bor. Mana bu holat ham bor. Nechta holat bor ekan bu holatda? To'qqiz, 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 to'qqiz. Mana bu holat ham bor. Plyus 3 qism 4 tekizolmadi. Keyingisi ham tekizolmadi. Mana bu ikkalasi tekizdi bo'lsin. Keyingi holat. Endi plyus yana nimalar bor? Hmm, taqsim 4, 3 taqsim 4, 1 taqsim 4, 1 taqsim 4. Xo'sh, xo'sh. Demak, bizda mana bu misolni, tepadagi misolimizda hodisalar ehtimolining Bernoulli sxemasi bo'yicha hisoblay oladi. Demak, Bernoulli sxemasi bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mana buni A'sini boshqatdan ishlaydigan bo'lsak, Bernoulli sxemasiga qo'yib, demak, bizaga mana to'rttadan to'rtta holatda bittasini nishonga tegsin deyapti. Va o'shaning uchun bizaga quyidagicha formula bor. Quyidagicha formula bor. Misol uchun A ehtimollik qandaydir A M N bo'lsa, n'ta sinashda n'tadan n'tasi tushsin deydigan bo'lsa, bajarilsin deydigan bo'lsa, bizda P n va F'ning n minus n'inchisi formula yordamida, ya'ni Bernoulli sxemasi bo'yicha, Bernoulli formulasi bo'yicha hisoblash mumkin bo'ladi. Demak, bizni masalamizda ham aytilyaptiki, to'rtta mergan bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda bir martadan o'q uzishmoqda. Demak, o'sha 0,25 dan 4ta borda bizda. Chunki bir martadan nima qilyapti? Faqat shu 4 marta takrorlanishi bilan barobar. Nishonga bitta o'qning nishonga tegishi, ikkita o'qning nishonga tegish ehtimolliklarini toping. Endi bitta o'qniki bo'layotgan paytiga S to'rt'u 1 taqsim 4ning birinchisi va 3 taqsim 4ning kubi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 4'u 1imiz mana bu 4 ga teng. Ko'paytiramiz 1 taqsim 4ni va 3 taqsim 4ning kubi 27 taqsim 64. 4lar qisqarib ketib 24 taqsim 64 chiqadi. A'sa bu. Endi B'si, shuni B'si, B ehtimol deydigan bo'lsak, to'rttadan ikkitasi nishonga tegsin deyapti. O'shaning uchun 1 taqsim 4ning kvadrati va 3 taqsim 4ning kvadrati. 4'u 2, S 4'u 2ni hisoblasak 6 ga teng bo'ladi.
Bir taqsim to'rtning kvadrati bir taqsim 16. 9 taqsim to'rtga kvadratga oshirsak, 9 taqsim 16 bo'ladi. Demak, buni hisoblash natijasida i- bu 54 taqsim 256, ikkitasi qatnashsa 27 taqsim 128 bo'ladi. Demak, bu javob ham mana 27 taqsim 128 degan javob to'g'ri berilgan ekan. Bizda faqat bu beshta masalamizdan mana bu uchinchini ikkinchisida javobida muammo bor. Qolganlari to'g'ri. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatayotgan o'quvchilar va ustozlar. Kanalımizga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting.